Assalomu alaykum Andijon davlat pedagogika instituti va kanalimiz a'zolari. Bizga takliflar tushyapti. Kafedralar o'rtasida viktorina o'yinlar o'tkazyapsiz, talabalar o'rtasida ham o'tkazing deb. Mana bugun biz talabalar o'rtasida viktorina o'yin o'tkazish uchun hozirlandik. Ular uchun ajoyib kitoblari nomini topish uchun rasmlarni tayyorladik. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring. Men Saidova Rayhona 202 guruhda filologiya fakultetida o'qiyman. Axborot resurs markazi bilan birgalikda biz kitoblarni tanimaslik uchun viktorina o'tkazyapmiz. Hozir sizga rasm ko'rsataman. Topasiz qaysi kitobligini. Qani? Yashamoq, жить. Yashamoq, to'g'ri. O'qiganmisiz? O'qiganman. Bu qaysi kitob? Qora dengiz emasmi? Qaysi kitob? Kinosi ham bor. Qora dengizga o'xshayapti-da. Turk kinosi bor-ku. Я в сериалах не очень разбираюсь. To'g'ri. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Bahodirova Marjona, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 101 guruhda o'qiyman. Biz axborot resurs markazidan kitoblarni rasmiga qarab talabalarga ko'rsatyapmiz, nomini topishyapti. Hozir sizni ham sinab ko'ramiz. Boshladingmi? Boshladik. Bu qaysi kitob? Yashamoq. To'g'ri. Kitoblar o'qib turasizmi? Bu Rahmat qatnashganingizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Axborot resurs markazidan keldik. Bizning viktorina o'yinimiz bor. O'zingiz tanishtiring. Mamat G'oybek, 2-kurs, rus tili, literatura, filologiya. Biz kitoblarni rasmiga qarab, qaysi kitoblikni topish o'ynayapmiz. Hozir sizni ham sinab ko'ramiz. Boshlading? Mayli. Bu qaysi kitob? Bu qaysi kitob? Yashamoq. Bu kitobimiz qaysi kitob? Hali hech kim oxiriga yeta olmayapti. Molxona. To'ppa-to'g'ri. Va bu eng sevimli Choliqish. kinolari ham bor. Ko'rmagan yo'qdir. 82-yilgisidan kelgan. Nihoyat chet el yozuvchisi. Mashhur asarlari bor. Jek Londonga o'xshab ketyaptimi? Yo'q, topaman. Rahmat.